Dagi to'qnashuv deb bemalol ta'rif bera olamiz bu o'yinga nisbatan. Chunki birinchi turda C guruhining ushbu vakillari o'z hisobiga g'alabalarni yozib qo'yishdi. Ikki jamoa vakillari sekin-asta maydonga chiqib kelishmoqda. Poytaxtimizda joylashgan Jar Sport majmuasi ushbu bahsga mezbonlik qilyapti. Va ishoning, bugun juda qiziqarli o'yinni ko'ramiz, chunki uchrashuv g'olibi 6 ochkoga ega bo'ladi va keyingi bosqich masalasini hal etadi. Shuning uchun ham o'yin qiymati juda yuqori. O'ziga xos uslubda boshlanyapti. O'yin milliy do'ppilarimiz sovg'a qilingan holda raqib jamoasiga YouTube tomonidan hal qilish, ko'proq insonlarni futbolga qiziqtirish Hopposda biz boshladik. YouTube va Kosmos jamoalari go. Bizga esa jamoalar tarkibi namoyish etib berilmoqda. O'ziga xos dizayn ishlab chiqilgan bu borada jangchilar holatida qay maydonda jang kechadi, futbol jangi. Bu tarkibda ham o'zbek futbolida nom qozongan taniqli sobiq futbolchilar bor. YouTube Media Futbol klubi esa uzoq vaqtdan beri faoliyat yuritib kelayotgan media jamoasi hisoblanadi. Okean ortida Shimoliy Amerika mintaqasida Hakimov, demak, yomon o'ylamaganda, lekin u tepgan to'p ustunga tekkan holda maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Jamoasi vakillari Shuhrat Majidov u ham yakungacha yomon ketmayotgandi. Shartida, taymida desak ham bo'ladi. Hisob ochilmadi. Shuhrat Majidov, 40-raqamda Kamronbek Jaloliddinov, 88 Bunyod Rahmonjonov. To'pni tepish uchun biroz noqulay nuqtaga o'xshayapti, lekin Shahboz Tojiyev nima o'ylab topadi? Noaniq zarba. Xatoga yo'l qo'yildi. Kosmos yaxshi imkoniyatga ega bo'lishi mumkin. Aldab o'tildi. Yana bir fint. Zarba esa biroz noaniq. Shahboz Tojiyev. Zo'r uzatma, akrobatik uslubdagi zarba yo'llangandi hozir. Biz takroran ko'rishimiz mumkin agarda gol bo'lganda. Kosmos tarkibi anchagina o'zgargan. Yakun hozircha ikki jamoada ham muammo bo'lib turibdi. Yana bir noaniq zarba. Hujumini boshlayapti. Kozak o'tkazib yubordi to'pni. Boymatov to'g'rilab olyapti. Zarba va darvozabondan seyf. Takroran ko'rishimiz mumkin. Bu zarba edi. Sunnatulla Ermatov to'p oldida, 8-raqam egasi, shuningdek jamoa sardori ham shu yerda. To'p qoldirildi. Liga oldi, bir futbolchidan o'tdi, keyin pas, yaxshi nuqta, zarba va yana o'rdan to'g'ri zarba yo'llandi. Noaniq. Media penaltilar va touch shartlari bo'lib o'tadi. Ruxsat berildi. Zarba va gol. Juda kuchli tarzda tepildi to'p. Ruxsat berildi. Zarba yo'llanyapti va gol. Hisob tenglashdi. Penaltilarda 1-1. Ikkinchi penaltini amalga oshiradi YouTube jamoasida. Ruxsat bor. Demak, zarba yo'llanyapti va gol. Juda aniqlik bilan ruxsat berildi.
Zarba va darvozabon oyog'i orasidan o'tib ketdi to'p. Juda chiroyli gol. 2-2. Izzatilla Najmiddinovdan ikkinchi urinish va yana juda kuchli zarba yo'llanyapti. Kuchga tayangan holda Osida Sunnatboy Matov birinchi raqam egasi tayyorgarlik ko'ryapti. Zarba va gol. Qoyil, bugun jamoalar har tomonlama tenglikni yuzaga keltirishyapti. Birinchi urinishda to'p to'xtatildi. Juda qulay pozitsiyaga kirib borilyapti, lekin kimzam mumkin. Darvozabon to'pni o'yinga kiritdi, to'xtatilyapti. Zarba bu safar ham noaniq. Bugun to'laqonli tenglik maydonda. Birinchi raqam egasi. Timur Hakimov ortga uzatma. 10-raqam egasi Ruslan Faxriddinov va unga nisbatan faul. O'taman. Soat 20:30da Ufol Legends o'yini boshlanadi hozir. Biz fantastik golni ko'rishimiz mumkin edi, ammo bugun to'sin va ustunlar bunga imkoniyat bermayapti. Tomonidan biz esa uning zarbasini takroran ko'rishimiz mumkin. Hozir himoyada xatoga yo'l qo'yildi va darvozabon o'z vaqtida to'pga chiqib kelib xavfni bartaraf etyapti. Yo'lga kiritib berildi. Zarba yo'llanyapti xavfli tarzda. Harakat qilib ko'rdi. Yana bir zarba, darvozabon o'z o'rnida. Ishga harakat qilgandi, biroq to'p yo'qotildi. Va Mahmudov o'zgartirdi yo'nalishni hozir. Demak, endi bu yoqqa klik to'p maydonda. Endi har bitta kiritilgan gol, yana eslataman, ikkitaga inobatga olinadi. Zarba yo'lladi, jonli devordan qaytyapti to'p. Hakimov. Hozir esa gol! Ajoyib kombinatsiya o'ylab topildi. Outdan to'p o'yinga kiritib berilgach, Mehrojbek Abdusametov darvozani ishg'ol etyapti. 2-0. Bu bitta gol, lekin ilk to'p darvoza to'riga borib tushdi. Kombinatsiya. Bu o'ylangan reja edi, chunki deyarli har bir standartda to'p yaqin burchakka yetkazib berilyapti va shu yerga kimdir yetib kelyapti. 77-raqamda Izzatilla Najmiddinov maydonga tushdi. Bitta hujumga ulgurarmikin? Mana bunaqa to'pning yo'qotilishi bilan yo'q. Qo'chqorov. Bo'ldi, o'yin o'z nihoyasiga yetdi. Kosmos jamoasi guruh peshqadamiga aylanib olyapti 6 ochko bilan. Bugun ular og'ir o'yin o'tkazishdi. Jiddiy raqibga qarshi bahsda 2-0 hisobda g'alaba qozonishyapti. Bitta gol urildi, lekin u so'nggi 3 daqiqalikda kiritilganligi uchun ishonchli hisobni yakunda taqdim etyapti ushbu jamoa vakillariga.